Tinchlikmi? Nimaga chapaloq bilan urdi o'zi qizartirib yuboribdi. Ay qo'ying endi. Xullas, bu muzlama bo'ldi-yu. Orqasidan sal tegib ketib qoldim. Uyda nima, mashinada bola chaqa bor edi, chalg'ib qolganda. Shat tushib turib, ko'zingga qarab yurmaysanmi deb baqir-chaqir qilyotdi. Aka dedim, bir chekka o'tib gaplashaylik. Oilam bor dedim, hijolat qilmang dedim. Ta'sat oilangga ham, paloningga ham so'kib turib, shapalab qo'yib yubordi. Yani uyda mashinada ayollar, bolalar ham bor. Bolalar oldi, rosa hijolat bo'ldi. Aysi qizim oldi, dadasini uryapti, yig'lab yubordi qizim. Bo'ldi qilish dedim, u tiketda bo'lib turadi ko'chada erkak kishi dedim. Ishinasi ham bo'lmagan ekan. Manga chiqib turib, bosib ketayotdi, muzlamagan. Qasa pistoletga soldi deydi. Men sekin orqaga qaytib boraverdim. Ketib bordim men mana. Yaxshi unchalik men qilmadi. Bo'lib turadi endi erkak ko'chada. Lekin oilam oldida hijolat qilganim menga juda xilmo, katta eganim. Buni tushunmovchilik bo'lgani mayli, oilam oldida noqulay bo'ldi hozir. Bola chaqangiz oldi, katta yeb turishingiz ajoyib bo'ladi. Mayli. Bola chaqa ham ko'chaga chiqib, otasi oilani boqishligi oson bahsligini tushunishdi. Yozyapsizmi? Video olyapman-da. Yomonsiz? Video tomosha qilayotganimga olyapti uni. Olib qo'yardim, endi kimlargadir ibrat bo'lib qoladi. Bo'lishi mumkin nima? Qanaqa tortishuv bo'lsin, qanaqa janjal bo'lmasin, oilasi bo'lsa hurmatini qilib ko'ring. Men yomon hijolat bo'ldim.